Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Charchamayapsizlarmi? Mana Toshkent shahar Chorsu gullari xomadali men bo'laman. Xudo xolisa, mana bizga chiroyli bo'lgan gollandskiy atirgullarimizdan novi sortlaridan yetib kelgan. Juda ham chiroyli. Men sizlarga hozir shular haqida video obzor qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Intizorlik bilan oynai jahonni oldiga o'tirib olib, xotirjam o'tirib olib, meni tomosha qilishni boshlaydi. Shunaqa qilib videolarimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga qiziqarli bo'lgan narsalar haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana ketdi, boshlaymiz. Mana bu bardoviylarimiz bor. Qaranglar, juda ham ranglari chiroyli, sochni, qaranglar, tinu. Bularning narxlari 20 mingdan. Bular juda zo'r bo'lib ochiladi. Mana qaranglar. Ranglari juda ham tinu. Mana bu oranjiy ranglari ham bor. Mana qaranglar, juda ham zo'r-da bular. Ranglari, anaqa sortlari juda ham zo'r. Mana bu oq ranglari bor. Qaranglar. Juda ham zo'r, chiroyli. Maza qilib qo'lingizga ekib, parvarish qilib o'stirasizlar. Qaranglar. Toshkent shahariga Yandex orqali pochta qilib chiqarib beramiz. Viloyatlarga hozirchalik imkonimiz yo'q chiqarib berishga. Qaranglar, juda ham chiroyli. Oqlarini ham qaranglar, juda ham go'zal bo'lib ochilganda. Mana bularning hammasining narxi 20 ming so'mdan. Xudo xolisi kelsanglar, yana kelishtirib, bafurcha gaplashib, narxlari haqida sizlarga kelishtirib qilib beramiz harakat qilib. Mana juda ham zo'r. Bular ko'p yillik bitta ekib qo'ysizlar, bo'ldi. Har yil joydan chiqib gullab yotaveradi. Toshkent shahar Chorsu gullari xomadali. Joyimizning lokatsiyasini tushuntirishni boshlaydigan bo'lsak, mana bu yoqda Lombard zinasi. Lombard zinasidan bunday yurib kelayotganinglarda 1-2 arka. Bu yoqda mana bu yoqda Ko'kaltosh madrasasidan bunday yurib kelayotganinglarda 1-2-3 arka. Mana bu Bo'zli arkani ro'parasida. Mana bizning joyimiz juda ham zo'r, sifatli, chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu yoqda spreyyalarimiz bor. Spreyyalarimiz bor. Spreylarimiz ham narxi 20 ming, 18 ming qilib beramiz. Bularning ham har xil ranglari bor. Mana ko'rasizlar. Juda ham zo'r, bular ham o'ziga yarasha go'zal. Mana qaranglar. Xilma-xil. Bemalol ko'rasizlar. Juda ham chiroyli. Mana bu rayhonlarimiz bor. Rayhonlarimiz 2 mingdan. Mana bu alyusum gullarimiz bor. Alyusumlarimiz 3 ming so'mdan. Bu asal hidli bo'lib, chiroyli bo'lib ochilib yotadi. Mana bu keyin lavanda ko'chatlarimiz ham yetib kelgan. Mana bittasini olib ko'rsangiz, mana bu lavanda mana. Hech bir lavanda? Lavanda 10 mingdan. Orasida shoxlilari ham bor, orasida kashchaylari ham bor, deyman. Juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Mana bunaqa bo'lib ochiladi. Qaranglar, juda ham go'zal. Bemalol kelib olinglar. Fransuzskiy lavanda bu. Narxi 10 mingdan. Razmarini ham bor o'rtog'i. Shunaqa qilib mana keyin bunday yuramiz. Mana bu cho'l yalpizli kelgan. Mana cho'l yalpizli juda ham zo'r bular. Narxi 10 ming, 15 ming atrofida. O'zidan tuvaylari ham go'zal, buni qaranglar. Sovetskiy tuvaylarmi bilmayman. Keyin mana bu korolevskiy ramashkalar bor. Mana juda ham chiroyli. Bularning narxi 15 mingdan. Burasi ko'p yillik, har yil joydan chiqib anaqa qo'radi. Bugun mana bunaqa g'aroyib o'tlardan olib kelibdilar, qamichga o'xshaydimi bilmayman. Bir narsalar. Kavil ekan, kavil landshaftlarning ichiga ekiladi bu. Juda ham chiroyli bo'lib, nima qilib yam-yashil bo'lib turaveradi. Mana bu anaqa bor. Gaylandiya bu. Narxi 10 mingdan. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Manarda men bilmayman. Xuddi yalpizga o'xshaydi. Anaqasi choy qilganlar pisadi. Bergamot choy bor ana o'shanga. Bergamot choy. Ranglari ham sochli ekan. Gullari juda chiroyli.
Ta'mi choyga damlab ichilsa, bu ham qonni suyultiradi, shifobaxsh xususiyati bor. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ham go'zal bo'lib gullab turadi hovlingizda. Qanaqa rang bo'lib gullaydi bu? Malinaviy. Malinaviy. Mamti margaritga bor ekan. Hech kim margaritga? Yopib o'sadigan o'simlik. Oftoni rosa yaxshi ko'radi. Bular 10 mingdan. Har bitta stakoni. Ko'p yillik. Ko'p yillik. Mana mamti sedum gullar ham kelibdi. Sedumlar nechi pul? Sedumlar ham 15 mingdan 10 mingdan. 15 ming 10 mingdan. Bu ko'p yillik. Ana mozor boshilarga eksa bo'ladi, suv kam quyiladigan joylarga eksa bo'ladi, rosa живучий. Unaqa xod talab emas, juda ham chiroyli bo'lib, постоянно yam-yashil bo'lib turadi. Ham sizlarga gul ham beradi, bu gullikda ham. Juda ham chiroyli bo'lib, narxi 15 mingdan ekan. Karyopsis ham juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bunaqa rasmdagi bo'lib, sariq bo'lib ochiladi. Bu ko'p yillik qalamchasi orqali ko'payadi. Amtiyani ramashka, mana amti lilenikli kelgan. Lilenik shahlob hamkim? Limon. Sartovoy bu. Chetlari jingalaygan. Shu limonoviy chetlari jingalay bo'lib, kiprikli bo'lib, chiroyli bo'lib ochiladi. Koreyskiy sort ekan. Koreyskiymi, nemetskiymi? Koreyskiy. Koreyskiy. Nechi pul? Bular 80 mingdan ekan. Bizdan qaynab. Juda ham chiroyli bo'lib. Mana mamlarni qaraylik, mana mamlar ham juda ham chiroyli. Sprey. Qaraylik. O'zi ham sprey bo'lib hamyoda ochilib yotibdi, qaraylik mana. Bularni bitta mana shu oilasi 120 ming 100 ming qilib beriladi obunachilarga. Hamda gartenziyalar bor. Krupniy listniymi bu? Bu krupniy listnisi, gartenziyani Stong Annabel degan sorti, qo'ziqoringa o'xshab ochiladi. Qo'ziqor. Bo'yi 1 metrgacha bo'ladi. Nechi pul bular? Bular 130 ming, 140 ming. 130 ming, 140 ming. Hurmatli obunachilar, men har doim yonimdagi babulka haqida gapirardim. O'zlari kelganlar. Juda ham narsalar yaxshi, ko'p yillik kelsangiz bemalol konsultatsiyalar beradilar. Telefon nomerlariga telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi, chiroyli qilib narsalarni ko'chirib olib kelib beradilar. Telefon nomerlari 93lik 391 35 36. Ismlari Ra'no buvijon deb murojaat qilsangiz bo'ladi, yoshlari katta. Endi o'zlarini ko'rsata olmaymiz, anaqa to'damizning jahllari yomon. Mana bu piyollarimiz bor. Mana piyollar, oq piyollar qanaqa bo'ladi deganlarga, mana bunaqa bo'lib chiroyli bo'lib ochiladi. Oq piyollar ko'ryapsizlar? Mana ko'ryapsizlar? Bular juda ham chiroyli bo'lib, nima qilib gullab yoturadi. Mana g'onchalari ham ko'p. Narxi nechi pul? 400 ming. Narxi 400 mingdan. Mana bitta oilasida 3 ta 4 talab ko'sa bor. Ha, qaraylik. 450 ming, 400 ming deyishyapti, keseli kelishtirib qilib beriladi. Bular dehqonlar sotgani kelganlar bozorga. Mana mamlarni qaranglar, ranglarini yonib turishini. Men o'zim qo'limdagini ham ko'rsatganman, mana mashinamda. Bu kattaroq variant. Nechi pul? Eron sorti 150 ming. 150 mingdan, mana juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu yashil anaqasi, ko'k oq bayligi. Bu ham juda ham chiroyli. Yana nima aytmoqchi edingiz? Glitsina. Glitsina hozirgi paytda juda ham mashhur bo'lgan gullarimizdan bir turi bu. Bu rosa ham chiroyli bo'lib, hozirgi kunda ochilib yotibdi. Chiroyli bo'lib, gullari uzum shodosiga o'xshab gullaydi, juda ham chiroyli bo'lib. Hidli bo'ladi. Hidi xuddi giatsint gulini hidiga o'xshaydi, juda ham zo'r. Nech pul bular? Kichkinasi 200 ming, kattasi 400 ming. Kelishtirib beramiz. Kichkinasi 200 ming, mana mamlisi kichkinasi bo'lsa kerak. Mana 200 ming, kattalari 400 mingdan. Mani nomimdan keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Mana bu yerda magnoliyalar ham bor. Sizlarga ko'rsatgan magnoliyalar hali ham sotilmagan, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Qiziqqanlar uchun. Flokslari bor, flokslarni ham erta olib keladilar, xudo xolasa. Bemalol kelib maza qilib sotib olib, gulsabzarlar eksanglar bo'ladi. Gulsabzarlar endi chiqadi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini yana bir bor eslatib o'taman. 93 391 35 36. Ismlari Ra'no buvijon. Bemalol telefon qo'yasizlar, aloqada bo'ladilar. Telefonlarini ko'tarmasizlar, qayta telefon qilasizlar, bo'lmasa o'zlari qaytib sizlarga aloqaga chiqadilar. Обязательно. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Har doimgidek sizlar bilan muhomadali bo'ldi. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos, like, komment bosasizlar, yozasizlar. Bizani videolarimizni maksimal tarqalishi uchun eng yaqin tanishlaringizga hadya qilib, mana shu bizani videolarimizni jo'natib qolishlarini so'raymiz. Bemalol kelaveringlar.